Obunachilaringizga ham malades, otasiga rahmat ulardi ham. Chunki kommentariyani o'qib men maza qildim. Uka, otangizga rahmat, mana arzon qo'ydingiz deyapti. Arzon uyimga keladi, lakasini tashlab beraman, bitta oshni qilib beraman, oshli bo'lib, torvozdek bo'lib, uyimga kelib uylarga yetkazib beraman. Bor ekan. Samarqandgacha yetkazib berish meni bo'ynimga. Kommentariyaga otangga rahmat yozishadi. Obunachilar shaygacha ko'rdingizmi? Bitta like bosib qo'ying. Tellab mehnat qilyapsiz, xudo xolasa. Arashani tozasidan, zo'ridan, bu Temboli bo'g'ozidan olaman degan aka-uka partiyamizga ham akalar zo'ridan, maza qilib boqadiganlardan ishqibozlarga tavsiya qilib qolamiz. Aka bular ham mashalloh, mana akalar hozirgi birinchi partiyamizda tug'ib bergan variantlar, bolani qarang. Haqiqat dahshat bola bergan ekan, lekin mashalloh. Arashani tozasidan, zo'ridan, bu Temboli bo'g'ozidan olaman degan aka-ukalarimizga zo'ridan, udoridan, yerigidan kelgan assalomu alaykum. Saroyning ashaddiy muxlislari, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari, Arashan ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Optimchilar qishlog'i, Saroy qishlog'i Shovon mahallasida arzonchi, optimchi, arzonlardan, zo'rlardan olib kelayotgan Sanjar akamning xonadonlaridamiz. Bugun hafta kuniga seshanba 9-iyun 2026-yil. Assalomu alaykum Sanjar aka. Assalomu alaykum. Saroy o'zida ashaddiy obunachilariga bugun xudo xolasa like bos, kommentariy otanga rahmat yozib tursa boru. Saroy degan yozuvdan yomon qo'yga chiqqan emas. Asli saroyimizdan qo'ydi yomon chiqqan emas. Bugun obunachilar xudo xolasa o'sha gap bitta achchiq sho'ydi damlab Sanjarbek otingizga rahmat, gazini bosin deb turganga bugun bo'g'izlardan olib kelib qo'ydik. Gap yo'q. Arashan Idilbay, Arashan so'raganlarga xudo xolasa bemalol telefon qilishaveradi. Aka qanaqalardan bor? Xo'p, bugun bo'g'ozi ham bor, ona bolasi ham bor, keyin to'xlisi ham bor. Hammasidan bor qo'yingki. Bari sariq chiqadi xudo xolasa. Bari Arashan, ha? Qarab turing obunachilar. Videoda o'tkazmay tomosha qilib turing. Bugun xudo xolasa ham like bosib tomosha qilib turing. Zo'rini qo'ydik. Narxini ham o'ta qulay bo'ldi. Gap yo'q. Qo'ylar ko'rsating, ey. Zotdoridan, zo'ridan boqaman degan aka-ukalarimiz, akamiz to'g'risi ishqibozchilikka terib kelib qo'yibdilar. Maza qilib boqadigan variantlardan. Soni nechta? Birinchi partiyamiz. Soniga 28 bosh. Soniga 28 bosh. 28 bosh. Arashanlar. Bunaqa qo'ydi bozordan qidirishmasin, topisha olmaydi bozorda. Ishonavering. To'g'risi topish. Narxini ham qarang. Bozorda bunaqa qo'yib topish o'zi qiyin. Ha, topish kamida $1000, $2000 ketadi. Shunaqa. Buni hali faqat dollarga gaplashadigan qo'yib ketdi-da, lekin bugun bizda so'mga chiqadi, xudo xolasa. O'zi to'laydigan variantlar akalar, mana Arashanning tozasi mana. Mana bunga e'tibor bering mana. To'layapti o'zi. Yarmi to'lab bo'lgan, yarmi to'lovda, xudo xolasa. Temboli bo'g'oz variantidan bunaqasini Sanjar akamda bo'ladi xolos. Sanjar aka, bularning yoshi qanaqa aka? Xo'p, bularning yoshini 4 tushdan qarang. Hop, 4 tushdan. Sanjar aka, bunaqalarni qaydan topasiz aka? Bunaqalarni xudo xolasa kelishsa o'zlariga aytaman qaydan kelganligini. Gap yo'q. Qo'ylarni qarang. Vobshe zo'rlari. Bugun bor-ku, qo'y olaman degan inson bo'lsa telefon qilsa, xudo xolasa rahmat aytishadi. Qo'ylarda bari zo'r. Qo'ydi pasti yo'q, xudo xolasa. Bo'ylari necha chiqadi aka? Bularda bo'yini avvalo o'lchagan emasmiz. To'g'risi gap, haligi bo'yini 85 dan 90 gacha olishi bo'lsin. To'g'risi ushlash qiyin ekan akalar. Qochib ketyapti o'shaning hisobiga. Ko'z taxminiga aytyapsiz, telefon qilsangiz birma-bir o'lchab ko'rsatib beraveradilar. Bo'ylari 85-90. Temboli mana buni toza variantlari, nimani? Arashanning toza variantlari akalar. To'lovda juni olingan o'zi mana. Juni olingan deyman, to'lagan o'zi. Maza qilib boqadigan ishqibozlarga tavsiya qilib qolamiz. Temboli yosh variantlar 4 tish, 6 tish. Haqiqat qo'ydi ko'paytiraman. Arashanning tozasini ko'paytiraman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Ulgurib qolinglar. 24 ga 7 aloqaga chiqishaveradi aka. Yarim kechasi ham telefonni ko'tarasiz. 24 soat yo'q, 24 soat aloqadamiz. Bunaqa qo'ydi obunachilarga yetkazishdan maqsad sababini aytaymi sizga? O'tgan safar misol olib keldik, qo'ydik, mana sotdik. Kanalingizga gap yo'q misol. Obunachilaringizga ham malades, otasiga rahmat ulardi ham. Chunki kommentariyani o'qib men maza qildim. Uka, otangizga rahmat, mana arzon qo'ydingiz deyapti. Arzon qo'ysa sotilar ekan. Bu narsani bildik, arzon qo'yib. Xudo xolasa bugun yana bitta asosini aytaymi sizga, a? Mana qarang. Masha qo'y, jonivor. Mana. Endi buni sekinroq sho'rasizda. Chunki masha qo'y ushlaganimiz konkretni bo'g'oz, xudo xolasa. Hali bo'g'oz qo'y qana bilsak bo'ladi, yo'q.
Buni xudo xolasa bo'g'ozdagimi? Unisiga ham xudo xolasa behijolat gapirishaveradi mana. O'zi yilini tashlab qolgan. Mana yillar qo'zib qolgan. Uzoqqa bormaydi. Bo'lsa 15 kunda. Aka, 15 kunda tug'adi. Bunday narsada nechta qo'y bobayda? 28. 28 ta qo'yda hammasi bo'g'ozmi yo garantiyasi yo'qmi? Endi buni ichida avvalo xudo xolasa mana tepasiga kelib ko'ramiz deysa, uzi sog'izib ber deysa, uzi ham qo'ydirib beraveraman. Behijolat u tomonlama. Lekin siz tekshirib ko'rgansiz. Ha, uni tekshirib ko'rib ham beraveraman, yana tekshirib ham beraveraman. U tomonlama behijolat. Endi qarang. Endi mana qo'ylarni qarang. Bundan ortiq yurishini ko'ryapsizmi? Yelinlarga. Hammasi yelin tashlab qo'yganda bularni. Akalar ulgurib qolinglar. Haqiqiy maza qilib boqadigan variantlari ishqibozlarga tavsiya qilib qolaman. Xudo xolasa o'zim ham qiziqib turibman. Agar kelishib qolsak o'zim ham olib qo'yaman. Aka, jonivorlar. 20 nechta? 28. 28 tani. Qarang. 28 tani bitta olishsa o'zi. Turishini qarang qo'yiladi. Endi buni ostiga tutingda videosi mana. Mana akalar. Buni ostiga bunday qarasangiz mana hammasi yelin qo'zib qo'ygan. Mana shu ham tug'ishga yaqin mana. Может ertaga tug'ar, misol. Akaga yana bitta obunachilar. Hop, akaxonga bitta qo'zi berdi kecha kuni. Mash qo'yda, mash yo'lda bo'yidan kelib ketishdi. Bugun ertanimga tug'di ash narsa. Bundan keyingi chiqaradigan qo'ylarimiz ona bola qo'y chiqadi qarang. Ashilar kecha kuni kechini tuqqani ham bor. Bugun ertadan tuqqani ham. Bularda avvalo mana masalan kanalingizdan ko'rib biz tarafga shunday kelishadigan bo'lsa, men lakasani tashab beraman. Buni tepasiga kelib tomosha qilishsa ham otasiga rahmat deydigan qo'ylar xudo xolasa. Buni olishsin, boqsin xudo xolasa. Ertaga bittasi 3 ta bo'lishi mumkin. Misol. Bo'lmasam ertaga bo'lmasa indinga bo'lar. Mana kecha berganimiz bugun ertaga tug'ib beribdi-yu, shu singarida. Gap yo'q. Xudo xolasa hammasini ertaga rahmatini aytishadi. Aka, bularni qaygacha yetkazib beramiz? Bularni Samarqandgacha yetkazib beraman. Samarqandgacha dastlabkilari bor 10 ta olishsa ham. Bitta olishsa ham telefon qilsin, kelishamiz narxini men aytay, keyin uni narxini aytgandan keyin narxi yo'qsa Samarqandmi, Qashqadaryomi farqi yo'q. 12 ta viloyat bo'lsa telefon qilsin, Samarqandgacha besplatni yetkazib beraman. Qolgan joyga telefon qilsa kelishamiz xudo xolasa. Yoshlari 2-4 bo'ylari 85. Yo'q, mana qarang. Buni ikkitishi bor, nechtadir? To'g'ri aytdingiz. Ha. 4 dan 6 gacha olsin. 4-6 bo'ylari 85-90, 7siga bir haftasini bor. Xudo xolasa hammasini bo'g'ozga beramizmi? Bularni endi mana biz ham misol bandamizda qarang. Ha, buni misol mana aytibman, ertaga tug'adi degani mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz misolda. Ertaga tug'adi degani ham bor. Lekin ichida bitta yarimta bo'g'oz mas bo'lishi ham mumkin. Ha, o'sha uchun akalarga tavsiya qilib qolamiz, qo'yda tushunadigan, xohlasangiz vetvrach, doktor-puxturlar bilan kelib, bemalol tekshirib olib ketsangiz bo'ladi. Uzi qo'ydirib olaman desa, uzisini olib kelsin, qo'ydirib olsin. Lekin men bitta narsa bor-da, hammamiz bandamiz. Qo'ylarimda ichida mana qarang-da, mana. Mana shu quloqda baldog'i bor bo'g'oz. Mana bu yoqdan ham bo'g'oz, to'g'ri ketibgan iltram bo'g'oz. Mana bu ham bo'g'ozda, masalan. O'zi hammasi aka yelini ko'rib turibdi. Deganimki, haligi xotirjam telefon qilishaversin. Hali bu o'ylashmasin, bo'g'ozmasmikin, boshqamikin deyishmasin. Xudo xolasa, tushunadigan inson bo'lsa tepasiga kelib ko'rsatib ketmaydi qo'ydi. Akalar, xudo xolasa, sirazi videoni ko'rdingizmi, aloqaga chiqaverasiz. To'g'risi sotilib ketib qolishi mumkin. Videoni ko'rdingizmi, sirazi telefon qiling. Bitta bo'lsa ham sotasiz-a, unaqa. Voy, bizga farqi yo'q. Bitta oladigan inson ham telefon qilaversin, 3 ta oladigan ham telefon qilaversin. Maqsad sotish, to'g'risi gap. Avvalo barakali pul topish. To'g'risi gap. Shu kasb ichidamiz. Mana kanalingizni qo'yyapmiz. Asli xudo xolasa, olgan insonlar hammasi xursand. Narxinimi? Muhimi narxi. Narxi 8,5 ming so'm uylarga yetib boradi. Samarqandgacha farqi yo'q. Qo'lni bering-chi. Yo'q, endi sirazi. Endi aka aytgan narxingizga sotmaysiz, to'g'rimi? Yo'q, aytganini sotmaymiz, gap yo'q. Endi men qo'ylarni ko'rsating, men qo'ylarni. Ularda to'g'risi ko'rgan odam o'zi ham buni seleksiya qilishadimi? Bu yo'qmasam bir nazar qilib, bitta qo'ying bormi desa, qo'ying bor deydigan darajaga keladigan qo'ylar xudo xolasa. Buni qarang, bitta narsa. Buni bo'g'ozligi boshqasini qo'ying-a. Oy, jonivor. At. Mana o'tib ketishini. Hammasi shaxsda bo'ladi. Mana haqiqiy. Qarang. Sho'q ekan lekin. Mana. Mashalloh. Jonivor. Endi yelini ko'rsating, oyoqni ko'taringchi, oyog'ini. Mana qarab turing. Yetmaydigan bo'lib ketdi. Mana bu qo'y. Hop. Bo'ylan 85-90 dedik, to'g'rimi? Labis kesib o'lchab olasiz. Borgandan keyin ham o'lchab olasiz. Buni bo'g'ozidagimi? Endi tutumini qarang buni mana. Ko'ryapsizmi? Ostini ko'ryapsizmi? Yelini qarang. Tog'ora deb o'yasibdi o'zi ham. Yana bilmadim. Bandamiz
Bo'lsa 3 kunligi bordir. Bo'lmasa 2 kunligi bor. Mashinasi ham tug'ar. Shuni ichidamiz misolda to'g'risiga. Aka, men sizni o'ta hurmat qilaman-da aka. Siz Arzon qo'yasiz doim. Endi mana zo'r narsa kelib qolibdi deb endi 8,5 devormang aka. Dengil gapiraymi? Dengil gap. 82 ga olsin bor aka. Kami bor. O'tib berdimay. O'tib berasiz aka, iloji yo'q. Yo'q, gap yo'q, obunachilaringizdan. Yo'q, maqsad sotish. O'yladi, kallagini ko'rsating. Aka ko'rsatdim. Zo'r. Menga aka narxidan yana o'taylik. Aytdimmi o'shaga? Bu men qo'yayotgan narxga bozorga qidirmay qo'yishim, bozorda bu qo'ydan yo'q. Qarang. Men qo'yayotgan narxi ham yo'q bozorda. Bir joyga hammasini oldim deganga 8 million so'mdan. Uyimga keladi, lakasini tashlab beraman, bitta oshni qilib beraman, oshli bo'lib, torvozli bo'lib, uyimga kelishadi, 8 million so'mdan uylarga yetkazib beraman. Barakasini bersin. Ammo hammasini olganga. Hammasini olganga 5 tani haydab olsa ham bo'laveradi. Tanlab olishmaydi. Ichidan yurib olamiz desa, men roziman. Barakasini bersin, gap yo'q. Akalar aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa 8 million so'mdan 5 tani shunday haydab olsangiz ham optim narxga turadi, lekin hammasini olib qo'ysangiz chiroyli qilib o'tib beradilar aka. Ha, buni mana qarangda. Lekin yana bitta narsa, qo'yimda hammasi bir xil. Mana shu bashmalda qanday bo'lsa, mana shunday bo'lsa, deyarli shunga o'xshaganda misol. Ha, lekin buni Ismoil ichidan kelib misolda, mana shu qo'y, mana ne bo'y qo'y, mana shu qo'y, o'ch jonivor. Mana. Bu qo'ydi va metringiz bormi yo'qmi? Metrda olib kelchi. Bu obunachilarga. Bo'yi 90 ga olsin, uzunligini ham 90 dan oshiq olishi olsin. Qo'ydi, nimasiga e'tibor bersiz aytaymi? Qo'ydi mana bo'yni uzunligiga e'tibor bersiz. Qo'ydi mana uzunligi. Sog'lom bo'lsa bari, gazi zo'r bo'lsin. Gazi kuchli bo'lsin. Xohlasa akalar mana shu narsa bittadan tug'ib bersa bori, bolasini ham qo'ydi ko'ryapsizmi? Kallasi qayda turibdi? Yelkangiz yetadi. Ha, ana shunday. Meni bo'yim 1.75. Xudo xolasa tug'ib uzunligini bersa, ko'ring. bolasi ham qo'chqor olib qolsa bormi? Dahshat bola beradi xudo xolasa. Qo'chqorda ham aka yaxshisini qo'shilgan-a xudo xolasa. Arashani tozasidan. Xudo xolasa, hozir shundan tushgan bolalarni ko'rsataman. Keyingi videoda tom o'tkazmay tomosha qilib tursa, bo'ladi. Bolalari ham zo'r chiqadi. $1000, 1,5 ming, eng kami 8-9 soat shuradi. Akalar aloqaga chiqarasizlar, bo'lmasa keyingi partiyamizga navbat beramiz. Tanlab olishga nima deymiz? Tanlab olishi kelsin ostonamga yo'qmasam, uka o'zingizga mana o'z yo'qdi deysin, kelishamiz. Bemalol telefon qilishaversin. Akalar aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa musofirdagilar telefon qilsangiz chiroyli qilib o'tib berishadi. Agar musofirdan telefon qilsin qarang. Kechanda Samarqanddan telefon qilishdi-da qarang. Qo'yimiz sotilib ketdi mana, qo'ydi sizga. Akamiz uka olmoqchi edik. Aka telefon qiling. Isoqjon aka ismlari. Samarqanddan akalar telefon qiling aka, aytilgan pulga zakonli qilib o'tib beraman sizga aka. Aloqaga chiqarasizlar, keyingi partiyamizga navbat beramiz. Keyingi partiyamizga ham akalar zo'ridan, maza qilib boqadiganlardan ishqibozlarga tavsiya qilib qolamiz. Aka bular ham bir xil shekilli hozirgilarni. Deyarli farqi yo'q. Prosta mana joyimiz toru. Lekin bag'rimiz keng, ko'nglimiz keng deydi-ku. Gap yo'q. Aka, lekin partiyani hisobiga narx tushadi buni. Voy, bizdami? Chiroyli tushadi, oz-moz emas. Chiroyli qo'yib beraman, xudo xolasa. Nechta soni? Soniga 17 bosh. 17 bosh. Hammasi bo'g'ozmi yo bo'g'oz emasmi? Buning ichida bo'g'ozi ham bor, bo'g'oz masi ham bor. Buni ham ichida ertaga tug'adigani ham bor. Mana shu o'rtada ketayotgan katta qo'y turibdi-yu. Aha. Ana shuni qorinni ko'rsatsangiz ham, ko'rgan odam o'zi bu yerda tug'payadi, to'g'risi gap. Yoshlar qanaqa? Yoshlari 4 tadan 6 tagacha olishaveradi. O'zi tula bo'lib qolibdi, pasti. Buni sortiga pul berilsin bor-ku. O'zi to'laydigan. Zotiga, kelajagiga pul berishsin bu qo'ylarda. Bulardan tushadigan bolalar ham zo'r tushadi, xudo xolasa. Akalar tavsiya qilib qolaman, Sanjar akamdan narx. Mana shu qo'yni ajradi, qarang. Ana shu oxirida qoldi-yu mana. Mana. Mana shu yilni qo'zg'ab qolgan. Qo'zg'abmas, o'zi to'g'ay deb qoldi. Yo'q, mana qarangda to'g'ay deb mana qarang. Mana shu qo'ydi. Biz endi bitta narsada, hali razan ko'pirtirib gapiramiz. Men dehqonni bolasiman-da qarang. Endi mana qo'y bo'g'oz. Balkim 3 kunda tug'ar, balkim 15 kunda tug'ar. Misol, men hozir qo'yayotgan narxim bor-ku. Mana qisirda narxida qo'yib beraman. Qisirda narxida. Kelishdik? Kelishdik. Obunachilaringiz otangizga rahmat yozishsa bo'ldi. Keyingi partiyani olib kelgani shashilib qolaylik. To'g'risi gap, kommentariy ham portlatib yuborsinchi. Gap yo'q. Yoshin sonni nechta dedingiz? 17 bosh. 4 6. 4 tadan 6 tagacha xudo xolasa. 17 bosh. Maza qilib boqadigan variantlar. Aka, bularni qayerga yetkazib beramiz? Bularni ham o'sha Samarqandgacha besplatni yetib boradi. Samarqanddan yog'dan telefon qilsin, kelishamiz, xudo xolasa. 7siga va 10 kun sinatsin qarang. 10 kungacha sinatsinda
Yoqsa ularga yoqmasa bizga aka, yo'talib po'talib anaqa narsa kasali yo'q xudo xolasa. Yeb ichsizda muammo yo'q bularga. Zo'r gap aytaymi? O'zim olib keldim, hashat yetkazilmay qoldim, to'g'risi gap. Somonni yetkazilmay qoldim. Somon bor, o'g'il bola tan olaman misol. Narxinimi? Hammasini bir 7,5 million so'm olsin. Bozorda berasiz, yozib qo'yishsin, kelishdik. Aka, qo'ylar ko'rsating, mana hech jonivorlarni qo'ylar ko'rsatyapman. Mana bunaqa o'zi tulaydigan variantlari, bunaqasini tovushga ham quloqlarga e'tibor bering. Hammasi qulog'i o'zi uzun ekan. Tulagan variantlari ham ichida ko'p, tulayotganlari ham ko'p. 15 kun 20 kunda e'tibor bering, asosan yeliniga. Narxiga ham e'tibor bering. Narxigami? Mana dangal gapda 7,5 million baland aytdimmi? Balandmi? Zo'rmi? Bozor narxiga arzonmi? Ha, bozordan yana ham arzon. Bozordan yana arzon qilib beraymi, ha? Hammasini bir joyga oldim deganga 100 ming o'tgani bo'lmadi. 150 ming o'tib berib, uylarga yetkazib beraman. Bor ekan. Samarqandgacha yetkazib berish meni bo'ynimga. 200 ming. Kommentariyaga otangga rahmat yozishadi. Obunachilar shaygacha ko'rdingizmi? Bitta like bosib qo'ying. Tellab mehnat qilyapsiz, xudo xolasa. Bundan keyingilar bo'g'ozlari ham chiqadi. Mazaq qo'yib beraman, narxini qulay qilib beraman. Lekin narxini 7 million 300 mingdan oldim deganga Samarqandgacha. Gap yo'q. Aloqaga chiqarasizlar akalar. 7 million 300 ming so'mdan narx bo'g'ozlari mana akalar. Kelib ichidan terib olib ketsa ham bo'laveradi. Agar tepasiga kelamiz deyishadigan bo'lsa qarang. Tepasiga kel, lakasani tashlab beraman. Bitta qanti tarvuz olib kelib qo'yaman. Bitta osh damlab qo'yaman. Uni yeb olib keyin savdosini pishiramiz. Men 7 million 300 mingdan qo'yyapmanmi? Ostonama kelsa yana sunnatiga o'tib beraman. Hayriga yana o'tib beraman. Dastavkasini qilib beraman. Navodomda ko'nlar kelishmasin. O'sha aytilgan yerga manzil yetkazib beraman. Baranga rahmat yozsa bo'ldi. Akalar aloqaga chiqarasizlar. 7 million 300 ming so'mdan uyingizga kirib boradi. Bo'lmasa keyingi partiyaga navbat beramiz. Buni ham aka 5 tasini haydab olishadi. Agar ichidan tanlab olamiz deysa, o'sha 200 mingdan ustiga yoqtirgan tanlab olasiz. Haydab olsa ketaveradi. Qarangda Ismoil. Agar biz Saroy uzdan chiqyapmiz deysa bor-ku, Saroy uz kanalini ko'rib yo kelyapmiz deysa, men hayrini qilib beraman. Kelishdik. Ammo kommentar yozib o'sha gap 5 tani haydab olishadi, ketaveradi. 5 tani agar ishda shuni haydab olsa, o'sha narxga ketadi. Oyog'idan tortib tanlab olsa 7,5 millionga shuni yetkazib beraveraman. Barakasini bersin, gap yo'q. Aloqaga chiqarasizlar. Keyingi partiyamizga navbat beramiz. 24:7 musofirdagilar ham aloqaga chiqarasizlar. Max programmasi bor. Mashalloh, mana akalar hozirgi birinchi partiyamizda tug'ib bergan variantlar. Bolani qarang. Haqiqat dahshat bola bergan ekan, lekin mashalloh. Aka 3 dona ekan-a? Soniga 3 ta. Uchalasi ham kecha tug'dimi? Avvalo bitta narsa aytaymi sizga? Xudo beramansa hech bo'lamasdan mana qarang. Biz mana bo'g'oz deyapmiz, masalan, bo'g'ozni sotyapmizmi? Xudo xolasa, men bandamiz deyapmiz. Hammasi bo'g'ozmi desangiz, hammasi bo'g'oz degani, masalan, bandamiz dedimmi? Mana shu qo'ylar o'g'il bolaga aytaman, kechqurun tug'ildi mana. Qarang. Mana bunisi kechqurun tug'ildi. Bu ham kechagina ertadan tug'ilgan. Mana u ham tug'ilganiga bugun bilan 3-kun bo'lyapti. 3 kun. 3 kun bo'ldi. Lekin mana bular to'g'risi men ko'rib turib, hech bo'lmasa bir haftadan oshib bo'lsa kerak deb. Mana shuni halolpa gapiryapman. Mana sog'liq, ha? Mana sog'liqni kechqurun tug'di mana shu onasi mana. Bolasi ham sog'liq, ha? Bolasi sog'liq. Mana buni bolasi mana qo'chqor mana. Buniki ham qo'chqor. Bunikini ertadan tug'di mana. Qarang, arang yuribdi mana, ko'ryapsizmi? Halo, nimasi ham tushib ko'y, ko'ryapsizmi? So'z isboti bilan, aka. So'z isboti bilan. Asli buni mendan misolda yana bilmadim, obunachilaringiz birontasi uzib debinda ko'tarib kelsa bor-ku. Hop. Bo'lsa yo 3 ta yo 5 tadir qisqirib chiqishi mumkin. Lekin asosan bo'g'oz. Xudo xolasa, olgan inson baraka topadi. Haqiqatan endi yuryapti, arang yuryapti. Ertadan tug'di deyapman mana. Hozir soat nechi? 1 bo'lyaptimi? 1 bo'lyapti. 1 bo'lyapti. Men ertadan tuqqan mashina misol. Yoshlari qanaqa? Yoshlari bularga ham o'sha 4 tadan 6 gacha olishaveradi. Bo'ylarichi? Bo'ylarini 85 dan 90 gacha olishadi. Birinchi partiyamizdan, ha? Birinchi partiyamizdan shular. Gap yo'q. Hop, dastlabki bor. Dastlabkasini Samarqandgacha yetkazib beraman. Bu ona bolanikini amma bir 10 kun boqib turib keyin yetkazib beraman. Samarqand bo'lsa. Lekin shu o'zimiz boqib ham berasiz. Yo'q, chunki yo'lga yaram bitta hozir sig'di. Joni aytib, boqib ham beraman. Boqib ham beraveraman. Besplatni boqib berishim. Otasiga rahmat deb kommentar yozib qo'ysa bo'ldi. Bu boqib berishi savobga u. Narxinimi? Narxini bitta gapiraman. Hop. Hali oshchi gapni qilmaylik, bolalar qiynaladi, aytdan to'ldirib 9 million so'mdan Samarqandga yetkazib berishim meni bo'ynimga, yeb ichisiga xotirjam o'sha 10 kunmi, 15 kunmi sanab olish. Aka telefon qilsa, chiroyli qilib o'tib berasiz. 3 dona olib qo'ysa. O'zi 3 dona ekan. Mana qo'y ko'rsating, mo qarang. Buni onasini ko'rsating.
Qo'yni ko'rsatamiz. Onasi aka, qo'y qara. zo'r. Ha. Telefon qilsa o'tib berasizmi? Sunnatiga telefon qilsa hayrini qilib beraman. Xayr emas, aka, chiroyli Chiroyli o'tib beraman. Qarang, ham Ha. o'tib berishi bilan o'shaga bitta katta tarvuz bilan, bitta oshi bilan, bitta achchiq cho'yi bilan boru, kelsin o'tib beraman, xudo Gap xolasa. yo'q. Kommentarga yozib qo'yinglar. Shu hechgacha ko'rdingizmi? Otasiga rahmat deb qo'ying, bor aka. Sanjarbek mard erkak ekansan, mard odam ekansan deb yozib qo'yinglar akalar. Bunchalik to'g'risi kutmagandim o'zim ham. Aloqaga chiqarasizlar. Bunaqalarni to'g'risi o'zim kutmagandim. Zo'ridan olib keldim dedilar, lekin men ko'rmagandim. Qanaqa deb so'ramadim. Kelsam o'zim ishqiboz bo'lib qoldim lekin. Aloqaga chiqarasizlar, keyingi partiyamizga navbat beramiz. 24 ga 7 aloqaga chiqarasiz. Aka, ikkita qo'chqor, bitta sog'lig'ida bo'lasi. Ikkita qo'shqa, bitta sog'liq. Agar xudo xolasa ash qo'ylarda boru, olisdan rahmat aytishadi. Tepasiga kelishsan, kelishganiga xursand bo'lishadi o'g'il bolaga. Nimagaki, men ham uzoq yo'ldan olib keldim. Xudo xolasa olgan insonga chiroyli yetkazib bersam boru, otasiga rahmat deb 5-6 chiroq bolasini olishadi. Bunga boru, yaxshi bitta arashan qo'shib bersa, arashandan ham qo'shib beraman bitta. Kelishdik? Kelishdik. Uni qo'ylarga misol buni kelajagini ko'raylik, mana otalarni, mashlarni otalarini olib kelganman-da. Kimdir ishqiboshchilikka, seleksiyaga boqaman deydigan bo'lsa, mash qo'ylarni bolasi normalni qo'chqorni bolalarida mashlar. Biz pulimizni 19 millionga olgan otasini. Gap yo'q. Ash qo'ylarni bolasi. Akalar, mana shular ham xudo xolasa 19 millionlik, 20 millionlik, undan oshiq ham bo'lib ketadi. Aloqaga chiqarasizlar. Bo'lmasa oxirgi partiyamizga navbat beramiz. 24 ga 7 aloqaga chiqarasizlar. Oxirgi partiyamizmi aka? Mana shu oxirisi xudo xolasa. Keyin bundan keyin xudo xolasa bardavom bo'lsin ishlarimiz. Obunachi Bo'lmasa videolarimizni yakunladik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlar uchun mana shunaqa zo'rlardan, udorlardan chiqarishda davom etamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing.